Ya'ni o'zimga o'zim konkurent bo'lyapman. 59 ming so'mdan donasini berib yuboramiz. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. Hozirgi kunda sovuq ob-havolarda eng talab yuqori bo'lgan termislarimizdan yana paxtor keldi. Ochinchi polon o'zi ochib bo'psiz. Qani, davay, oling. Korobka qolgan korobkalarni o'zaro kulib yuboraman, chunki ish qilishi ajoyibda. Korobkalari podarishni bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. 3 xil ranglari bor. Ochinchi buni polvon. Qarang, qop-qog'ini ham. Men bekorga joyda obzor qilmayapman, kech bo'lishiga qaramasdan, chunki do'konim kirgizsam sotilib ketadi. Birinchi sizlarga ilyapman. Xo'p, bu naborimiz mana bosqichli bo'ladi. Mana hozirgi kunda bekorga men sovuq olib qoldim dedim. Eng talab o'ta yuqori bo'lgan termislarimizdan bittasi bo'ladi. Bu termisni oxirgi vaqtlarda biz 69 ming so'mdan chegirmaga qo'ygan edik. Tala sotuvdik, bitta foralab termis sotdik. Endi suv tekindan ham arzon. Ya'ni o'zimga o'zim konkurent bo'lyapman. 59 ming so'mdan donasini berib yuboramiz. Nima deyapti? Sifatiga har doimgidek chinnichi kafolat beradi. Mana qudalarga berishlarga ham, sovg'alarga ham, xullas o'bshi sizlarni uyaltirib qo'ymaydi, sizlarni yuzinglar bo'ladi. Nima deyapti? 59 ming so'm menimcha bu suv tekin narx deb o'ylayman. Xudo xolis do'konimizga kelinglar, har xil ranglardan sotuvga olib kelib qo'yganmiz.